tushgan ahvolini qara, polni sement bilan loy bo'lib ketgan. Mana bu yerlar qara, hammasi shunaqa rasvo bo'lib ketgan. Mana tepalari shunaqangi rasvo bo'lib ketgan. Tepada shpaklovkalar oshiq-moshiqqa nimaga tegadi? Oshiq-moshiqlari shunday hammasi sement bo'lib yotibdi. Mana buni qara, dabdala bo'lib yotibdi. Bu eshik ustakalar termo eshik qo'yilgan. Bu qimmat eshikni qo'ygandan keyin sizlardan iltimos akalar, shu ish qilayotganda hamma tarafini o'rab, chiroyli qilib ishlatinglar. Odam achinadi-da qilgan mehnatiga. Hozir biz boshqa kottejga qo'ygan keldik, hozir bitta kirib ko'radigan bo'lsak, ahvol juda ham yomon. Uy egalari, sizlardan ham iltimos, agarda usta solayotgan bo'lsanglar, imini shu joylarga e'tibor berib, ozgina salafon olib kelib bersalar, eshik romlarni o'rab oladi. Hammasini o'rab olgandan keyin bu darajada bo'lib ketmaydi. Birinchi o'rinda shu saviyasi bor, pokiza ishlaydigan ustani tanlaylar. Shunda keyin bunaqa holat ustani o'zi vijdonan qiynalishi kerak-da. Bu holatda bunaqa qilib ishni topshirib chiqgach juda ham achinadi-da. Bu eshik bir dona mana shu eshik o'zi $700 turadi. Termo eshikni qo'ydirgan talon pulga mana mehnat. Hamma yo'g'ini dabdala. Endi buni hozir uyda egasi bizni chaqirib nima qilsa bo'ladi deyapti. O'zining serialari bor buni, lekin tushunmagan, bilmagan odam tozalovga kelsa bitta qiradi, dabdalasi chiqdi, shuncha mehnat.